Qanday ahvolimiz? Ahvolimiz yaxshimi? Salomat tudingizmi, Tahrir? Ishxonalar o'zgarib. Siz chochlaringizni tushirib yetib. Qarayapsizmi kitda? Ahvolimiz yaxshi. Salomat tudingiz. Alloh tinchlik. Bu nima qilamiz? Mening ko'nglim bizning o'ylining yerlik mahsulotga qarab. O'tgan qirliq stakan nashr qilingandan keyin jamiyat shunda g'ulg'ul qo'zg'ab ketdi. Gez jurnallarimi Gez jurnallarimi maqtab yozibdi. Buni sizning nomingizni e'lon qilinganligining natijasidan. Aras, bu tuxum to'g'riliq bir hikoya olgan bitamiz. Bir bola ekan, nayti qizlarni qo'g'lab turadigan bola ekanda, shuna bilan buni qizlarni qo'g'laydigan kesilni saqaytman deb otasi o'lab qo'yibdi-ku. O'lab qo'yibdi-ku, jimiqib ketibdi qarab. Jimiqib ketib, bir mezgildan keyin buning ko'ni kesil qo'zg'alib kelib qarab. Shuna bilan yana bu ko'chaga chiqib qizlarni qo'g'laydigan bo'lib qoldi-da. Bu qoptiga xotini o'ylabdi-ku, o'ylab qanday qilsam o'sha olaman bu erimni deb. Shuna bilan birna tuxumlarni pishirib, choy vaqtida oldiq jiravni tuz qo'yibdi-da. Tuz qo'yibdi-ku, shuna bilan maqaram. Yo'ldosh bundan so'rabdi-da, "Nimishki ravni tuxum pishadi? Bu tuxumni nimishki bundan ravni ekandan?" debdi-ki, ayol qo'pib shuna bilan. "Hey, ahmoq, bu tuxum degan rangdor o'g'ini bilan ichidagisi o'pqa o'xshash. Sening yaylig'ining onun shakli emas, ichidagisi deb qarab." Nimalar deb ketdim. Qaras, siz mening turmush ishlarim to'g'riliq bir yig'izimni so'rab qo'ymidingiz? Berish kelishib, o'sha kelib ketib og'rinib qoldik. Bir haqiqatan mening turmush ishim to'g'riliq bir ahvol so'rayim demaysiz siz, Tahrir? Hey, yaqinda shu shunaqa boylar ko'payib ketganning ahvoli, bu ko'chib tunqutlar chiqib ketib qarab. Men hozir pul tepdim. 3 qatim xotni olib, 3 qatim qo'yib etdim. Yaqinda yana bir asar yozdim. Mushumi o'zingizning nomida bir e'lon qilib berasiz. Yakandan neden yakıyor? Oy tabili oy. Oy kapıdan neden yakıyor? O parti yok kırımdaştan. Bu Çamikanning o'ylamga qachon, qaysi oyning qanchinchi kundan boshlab paydo bo'lib qolganligini o'zim bilmayman. Ishqilib, bizning bu cho'ng qoroda har yili to'qo tuman degan kam bo'lmaydi. Ba'zida qo'shinlarning to'qolari bizning hoylarga kirib tug'ib qo'ydi. Ba'zida bizning to'qollarning qo'shinlarning mangan xonasiga kirib, qo'sqini bo'shlab, qaqoqlab chiqargan chaqlarim bo'lib qoladi. Ayolimning g'alit mijozlari bor. Paloni ekan kurik bo'lib qopti deb qo'lig'iga chiqqan tuxumlarni yig'ib ekib bosib berdi. Bir kunlarda tuxumdan yengili chiqib, chikildab yurgan chujilar qaysi bir chaqlarda qarsangiz yo'g'olib to'qib qoladi. Bularning ichidan qora, qizil, chipa, turpanning, to'qsunning, xunanning, xinanning ish qilib, odamning xiyoliga kelmaydigan bir yerlarning xilma-xil rangdagi to'qolardan hammasini topib qoladi. Xoraziri bo'yinlarini so'zib chillasa, mikiyalari bas-bas tug'ib, bo'yinni avatlashtirib o'tadi.
Mening iliq axborozim bor-ku, Amerikadan kelgan, Amerikadan. Amerikadan yana anda-manda emas. Iliq Zungtonglar o'tirib qopadigan yer bor-ku, Oqsaroy. Shuning yendiki bir qo'radan tuxumdan chiqqan. Burunqilik egisi bor-ku, yilda bu qo'razning tug'ilgan kunini o'tkazib berdi ekan. G'ay Zungtongning vaqti bo'lib qolsa, bu xotirlash o'rniga qadam tashrif qildi ekan. Haqiqatan xos bir Zungtongning ayoli bu qo'raz omroqliq tutib ketadi. O'z qo'lim bilan bir dansa biray deb shunda o'rniga turishiga ehtiyotsizlikdir, ko'ngillikka dastlab saylab, qo'razni oldiga mullaga ekan. Shuning bilan Amerikaning cho'ng kichik gazetlarining hammasiga xonishni molla qatqizib o'tgan qo'raz deb cho'ng xatlar bilan qo'razning suratini chiqardi. Nurg'un kishilar bu qo'razni ko'ramiz deb Oqsaroyning atrofini qalayimqonlik qilibdi. Keyin Zungtong nurg'un pul bilan bu qo'razni ko'zdan yo'qotish uchun yiroq bir joyga olib o'tinglar deb buyruq qildi. Bizim hali Oqsaroyning oldiga kelib tuqqan bu qo'raz yaxshi qo'raz ekan. Agar palaydigan bo'lib qolsanglar, bizning Jungodagi tuqqanlarni qo'rasa palanglar deb mening adresimni yozib beribdi. Shuning bilan bu qo'raz mening qo'limga tushib qoldi. Mana, sana mana. Hey, senin bu tuqqaning Oqsaroyning oldida do'g'apchilik qilamdi. Ya do'g'apchilik qilmaydi. Nali sug'urib, nali qarqatib nali. Nala? Gapimga ishonmayapsan? Men qara, u Oqsaroy deganning ichiga bor-ku, dunyoning hamma yerdan o'tqashdek esil gilamni silg'aya. Bizga men nalliq oyoq bilan bor-ku, kirishga bo'lmaydi. Ha? Çay tayyor, çay. Ha, mana hozir. Shuni bizning ayliq tuqqan bor-ku, et deganda qo'pir degan. Ha. Ambu bu qo'llarini elib, Oqsaroyning oldida o'tirdi. Shunda fuqishmasdan nalliq oyoq bilan kelib qolgandim. Nalisini tatib, miqsini sug'urib, ikeklab, tuzlab, bular qaytganda hammasiga o'ziga almashtirib o'tmay, qiqib chal yo'lga solib qo'ygan. Men bu berib ko'midim. Anglashib qaraganda, u bizning tuqqanlarning oldida aş cho'ng davlatning boshliqlari qator o'chib turib ketdi. Bu chet davlatlarda ajoyib qiziqishlar bo'ladi. Hey, bizning ma cham ekan alomat tuxumchan chiqib qoldi ma. Mama. Hey, bu mo'yinda tug'di. Bitaroq. Lekin qara, bu ayolim qiziq suv, qaynoq suvni baqqashqimi? Bir kunmi tuxumni to'xtab qoldi qara. To'ppa tuxumni. Chatni o'ltirgan bu. Hey, jira. Çayını tayyor qilib qo'yibdi. Rahmat adash, rahmat. Men bu yerga kelib, ayolim pul aytman degan naqashim pishib qoldi. Hemishira. Jumas bilyapsiz sen. A çayını gapini anglab, pul aygin gap qoldi-siz. Shu emas. Emirjon, undan ma'qul, ha? Kelasan. Bak, kechirma. Ma'qul, xo'sh. Ha, ma'qul.
Oy, geldiniz mi? Nimde bu işki koltuğu niye aldınız? Ahmak vatan. Birisi senin gelin yaydıgını, birisi to'qilganning gelin yaydıgını. Voy. Daya tova. Bu resme Qo'razg'il aylanib turibman. Şu bir kısmını oturduk mu? Tova. Bu to'qilning ichida erkak saydiga bormi bu? Voy, qo'yg'ina, voy, qo'sug'ing voylig'ina. Mana. Voy. He? He? Ne Sen- dedi? Ma çatoqi chillayotdi-ku. Nima? Savoldi xo'rozchimiz shumliqni tilaydi degan gap bor-ku. Xudoyim. Neymiş bu? Qo'razchilisi shumliqni tilsa, bu mekanchilisi nima bo'lib ketar? Shundaymi? Xudoyim. Assalomu alaykum, Rayhon mama. Aleykümselam. Gel balam gel. Bunca keçti kep kapsan. Ha, mana işte. Meni 6-7 mekinim batdi. Arasida shunda yaxshi tug'ayotgan bir chom ekan batdi qarab. Bu tuyuqsizlar xo'rozga o'xshash qiliqlarni qilib, xo'rozdek chillaydigan bo'ldi Rayhon mama. Bugun Zovalda xo'rozdek chillab yurdi. Bu xo'roz chillasa Zovalda yomon bo'ldi degan gap bor. Bu mekanchilik nima bo'lib ketdi? Mundaq degin. O'ltira balam. Nimish qo'yib turasan? Bir zamonlarda Hekimboy degan bir kishi o'tgan.
hozirgi mushu 3 yezining yerlari tamam shu odamga qaraydi. Hekimboyning Zurdun deb bir o'g'li bo'ladigan. Mana shu o'g'il 20 yoshga kirgacha soqol burutmi chiqmay, keyin ko'ksi yo'g'inab qizg'ayinib qolgan edi. O'g'il o'g'ilning qiz olg'ayinib qolganligini men bu cho'nglardan anglagan. Qiz bo'lgandimi, qandoq qiz demamsan? Tozima qabul, qosh ko'zi joyida. Bir qarabla har qanday yigitning yuragini o'yintib etadigan qiz bo'lgan edi. O çağlarda bizning qiz vaqtlarimiz. Yoz kunlari qizlar to'plashib daryo bo'yiga so'g'ib cho'milgili boratdik. O'g'illardan o'zimizni qochirib, daryoning xoli yerlarini tepib cho'milatdik. Heli qiz Zurdunning qiz bo'lgandan keyingi ismi Zo'ra bo'lgan edi. U biz bilan billa so'g'ib cho'milgili boradigan bo'ldi. Uning yalang'och badanini bir ko'rib beqishqa hammamiz qiziqatdik. Lekin Zo'ra kiyimini zotili sog'li unimaydi. Bir kuni biz maslahatlashib Zo'rani daryo bo'yidilar o'g'lash-cho'lash besib oldik. 2-3imiz qo'lini mahkam tutib turdik. Birimiz ishtini tatdik. Qara. O bechora bizning shunday qiladiganimizni pamlab qolganmi? Kunning shuncha issiqligiga qaramay, ishtani qo'shlab kiyib olgan ekan. Ishtini soldirib bo'lganda bir yo'lqinibda ostimizdan turib ketdi. Shundan keyin biz bilan zodila aralashmaydigan bo'ldi. Keyin Hekimboy Zo'rani o'zining bir ishlamchisiga nikoh qilib berdi. Bir obdan xotin bo'ldi. Shug'inisi bechora tug'madi. Erini shuncha yaxshi ko'ratdi. Erini oyab, uyni, talaning hamma egri yenik ishlarini o'zi qilib tugatdi. Rahmatlik bir kuni etizdan bug'doy ekvatganda haru besib elib o'lib ketdi. Rayhon mama, mening chomikinimning xo'roz qaynilib qolgan ishini bu qanday shub ketdi? Shuni bir so'zlab beraman. Bu bir qiziqli ish bo'pti, balam. Xudoyimning xilma-xil karomatlari bor. Mushu zamonga kelganda ukol degan bir narsa chiqibdi-dak. Uni to'lasa g'ussa odamni yo eramas, yo o'yal emas bir narsa qilib qo'yadigan deb anglaydik. Hozirgi odamlar bolalar qattiqroq injiqlab qo'ysimi, doktorxonaga opirib ukol soldirgan bo'lib oldi. Shunga hozirgi yoshlarning qaysi qaysi oyalligini ayirvag'ilimi bo'lmaydi. Hey, sen to'qolringga ukol soldirmagan bo'g'itding. To'g'dan Rayhon to'qog'im ukol soldiramdi. Shu chomekiningni yevetib qutulmam sen balam. Rahmat Rayhon mama. Men mangay. Yana birdan o'tirib mangmamsan. Bo'ldi. Ey. Qara. Ertagungacha chatoqni so'yib bersam, bir to'xo qo'rimiz qilib bersam, Allohga chaqirib, birdan payz qilmaydimi? Sizning da yetgansiz Osmon. U bir to'xo nimaga yetdi?
Bo'ldi qiling. Osman, charqozdan ajab nochikra. Ben buro ajab ko'mab tikaman bu to'qna. Xo'roz emas. Men senga tanglab bergan chom ekan shu. Sağ qilding Xudoyim. Nekiyanda. Xo'roz o'qagan bo'lsa, 1000 so'm qo'yarim qoldimi? 4-5 so'm qo'yar aka. Buni satamla. Ne qilgan satma? Nechik bo'l? Heliqi to'rt cho'ng'amning rasmi bor qog'ozning birini bersangiz. Satma. Ve muş toxunum 100 qo'yib satamsiz? Suqshalamdi. Bu mening uyim chat jamizda. Buninglar so'qish kerak. Xo'rozmi yo'q? 100 so'm deganga obdan bir to'qlayverdi. Satqon bo'lsa sizga gap qilmamsan. Bizning mahaldagilarmi 100 ko'm talashgan. Endi ko'z oldimda so'qishtirib, uvoli qolmay deb bazaga kirdim. So'yib yeydiganlar bo'lsa, azalak satsam bo'ldi. Voy voy voy. Mana shu qapaz ishxon deb bo'ladi. Voy, ishni bitar deysiz. Qarang. Ben yaman koyacağım. Tamam, batık olmak istedim. Qarang. Kaçtım abi.
To'xtab turing, joy. Yomon bo'ladi-ku, ha? Yusuf satamsiz? Güzellik sen bu satamla. 200 so'm sattın onu. Ağzıma qarab turgan bilan shatak. Aka. Bizimkiler qaz qistam. 500 so'm. Hey, 500 dedingmi? Ha, 500 dedi. Çapının evat et, xo'roz tujiq bo'ldi. Naqsala pulini. Pulini qandaq xo'roz emasligini ko'zingni ko'rding-ku. Hozir yanchig'imda aran 100 so'm bor ekan. Ama 100 so'mni yeb tura. Qolganini o'yini ko'sib qo'ygan. Voy, ma. Ketding nimada qiziq? Hey, qarz yo'q odam. Sen menga o'yingni ko'sib qo'ymay, mening san ko'sib qo'yganim qiziq-da. Hey, bu to'g'on akasan. Vaqtida ben sendan topma. Hem ma 100 ko'z zakalat bo'ptisan. To'ysam obirpagan chaqda tuqdi. Xudoyim. Buna. Hey, aka. Yüz pulun aka. Bak, şuraya. Osman, şuna bakın sen. Qaytib keldingizmi? To'g'on satmabsiz-ku? Setatdim. Chiqish kuniga kelib, qolgan pulni berib aytilgan bo'ldi. Ha.
Kapı bakar bu toplama sen. Anne çok iyiydi. Selamünaleyküm aleyküm. Eşmek aleyküm. Anne çok iyi. Kimseye kurak girdi. Mekyan çok ey. Aşağıdan atma. Yakıp koygan kıvırlan şuğur. Esreli bu. Biz geldiniz. Ha. Hey! Tamam. Tohun erkektin kendin mi? Ha ya kendi. Ha boptular. Zaklat pulumu benim de. Tohum benim de. Kemsin ha. Oy Nicat kiraymış ya vurup gitsen o. Kira? Hey! Çargızdın nereye bire endiki kiray? Oy o işte olmasa seni çişlep aldılar kira. Vay çişleydiken, abiyam bile balamını koklap, yürükken attı. O tekçiciler oturdu değil mi? Oy aşağı yaptım ha. Öteki ben deravazını aldı otasam meğer uşak ballarının aynısını kolap yürügün aldı. Şunu ona hemen onu yandırıp kırdım. Bu Mekiyan mı? Oy Mekyan tohum tıklatkan Mekyan. Bu horoz kulluk şeydi bu. Oy ne oldu ki tacılar kötürünüp bir kısım olup kaptı. Tira buldu ya otur tamam ya. Mayak gelin ay mincan cozuk gelin. Otur. Koş ben öz bala tayarlık kurgam. Bu ançomuş Mekyanlık mandamda kana söylendi ya. Estağfurullah. Bunda oldu. Hey, hoş geldin. Burada batalım. Hoş geldin Zafer. Ben çıkım edemem size. Bakılaymayacağız. Ha bak.
Tamamına çıkmamsa? Mana tayyor qoldi. Bu bütünde to'g'rigan ha. Mishak çok etdim ha. Harp to'g'a. So'yutim bunda to'g'rigan. Çekler bilan ha. Ne bilan ha? Çekmeyiz bakın bilan. Ha bakta to'g'raysan. Bu bütünde to'g'rigan ha. Mishak çok etdim ha. Harp to'g'a. So'yutim bunda to'g'rigan. O'q keldi bo'qa. Yo'q, biz to'g'rini aytib, to'g'rini ildi. Asib to'g'a. Qora aytimiz ha bular. Ve yapma. Ben senin Amerika Aksaray'dan ekeldim de peklinip yürsem, kika işine.
Git sen kokup gel dallarım. Xudoyim. Vay! Sen bizden! Bu işin boğuluya kalkasana! İşte altıma! Ay ürgüzüm züt bakmaktan boynağını züt var ya götürse! Nerede pedaldı bu sana? Ulan kim ulan? Vay Emincan kıra. Bol da. Sorayım sürgüm yok. Ben çıkar. Bu önüm burada hap göresen bu. Hapım var şu. Elif çartokanı kurasa mikende kesem kulattım. Senin mikenlerini kuraz kolayga ünür vaken ha? Ya ben sana düşendirdim ulan açık ettim. O burundan tukum tuğatlan mekan. Boldu. Bunda geplerin uçuyor şamal kıttı. Horaz desem uç imin talışıdı dep mikende koygan degin ha? Toku hazır kapırıp, sokoşturup bazak sağınığın anıldım. Elbette sen bizni koşunu uğan deken, ma tokunu satılgan buldun. Alamsa almamsa dep koyduğun yerin yok mu? Kaksanıgan pulu ben sana yamandım ya. Sen degin ha, pazar ne çıkıldı? 500. Bol, 500 soğan mendin ha. Ay bireyler zaklar durup koyup ketken. Ya ki bu tokun eketmi? Oldu. Anladım. Bilek zakirgen kımavaz üstün pulları, kağını tapan emmeye palak şuttu. Vakti eken mi gel ki pulu kaytırıp et? Ay o vakti sat olmam da sen bir Bu mu sende kimi bulda peni olmamsa? o vakti tekim sat olmam da. Abla hep gel. Hey, mekile ben sana de. Ay şu vursun çüyücü vakti de, ben üz kulağım bile tallat pegen cuma. Nime? Bana. Boyunda unutup kalırsın mesmo. Bir kere bana müşahede. Kallağını sangıltıp yecicip oturapsı. Mana, Osman nim buldum? Xiyal besoptu o dedim. Nim xiyal dese, bu turmuşunun uyumamda dedim. Gam deyip kese. Bir ottan ulleçimi yerini keliştirip buğday konak terip aldım. Yandı mı gam bu? Bu işten gam dedim. Ben, hey Osman, kuş degan biznesini yegi tez bo'lgan bo'lsa, yerlaring hech kim termay, go'shtni terib olatdim-ku desam sen. Voy. Unda bo'lgan bo'lsa, yerlarim tugul, mush qo'rorimni terib oldim dedim. Shu orliqda ikkaylarning etkesh ko'tarib, tushib ko'tarib, mayoq o'tak ketdi. Voy Osman, mana. Bu ishga ikki putlab oldimiz keldi. Chuyjidan 10 mini setib olsam, go'sht degan shu emasmi dedi. Sen qini deb ishning to'pisini qeqib, o'rningdan turding. Ey, shu jangni satamsizlar deb to'ldim. Ular epkeshni yerga oldi. Ikkimiz berib qarasak, tek seriq tukidan arilmagan chujilar chup qilib turibdi. Danisi bir qo'y dedi. Men so'rlashib o'tirib 80 tiyindan pitishdim. Ala Osman, hozir bu vaqtda 80 tiyinga nim beradi? Maningda onun için bekip koysang, çoğunu soya koysang boş. Tuxumini satsang pul dedi. Sen yançuqlarini tepishtirib, onun için çöz aldım. Endi o isim kelganda Xudoyim. Ve mama sana mama. Anladın mı? Uy, nerede o sakın kiroluk deyim bak. Ha, şu çak ben süvetlen aldın oturup, birden yaxşı yücünü tallap verdim. Şu ben tallap vergen yücünün içinde birisi bir yaxşı oral çıkıp katken, ben tallatsam beğensem set olmay, haklan pulunu kaytırıversen set olam diken. Hey, bu aşta işlem bakan var. Fakat isim yok ha benim. Senin o isim yok. Hey, Emincan, manda olsun. Sen bu hapın bakıra. Böyle kızaklap koyup koygan balını bugün bir saklap bakar. Kese ekte. Eğer bugün kemse, neç bunu versen verip aşağı bir eçkite. Üzen bu zirikten boşta kodun.
bu işgala ko'chada o'tirib nima deyishyapsizlar? Uyga kirib qarangizmi, uyga kirib. Chiringlar. Sizlarning ilqi chog'izingizdan qo'rqma. To'xtadimi qo'rqamdi? Ma'qul. Shunda bo'lsin. Ma'qul davsa. Oshta olsin ha? Ha. Ma'qul. Bo'ldi. Kirmay ma'quldan davsa Minjon. Rahmat. Ay, Rayhon olmay degandek, bugun so'yib yeyversan bo'pti-ku. Әшілен оқытып қоймағынан қарап базар кешік қалап бұлдан қымды. Hey! Bak çağırat kene. Ha? Badu? Xudoyim ne ketgandi u? Tu. Estağfurullah. Bak Kur'an yok hem de. Hey, bak yok mu? Yok. Yoktu hiç zamanda. Güzel. Minjon! Oy Minjon! Oy bana! Ya Osman etiğin biraz sık olsa çarkuraz berdiğen buldun mu? Oy çarkuraz yok! Yok! Oy! Allah sen ya! Kora etiğini hoyun avat tutturduğun koraz etiğen karsam yokturdu, oğradım gitsem dervaz takak durdu. Şunu olan, içinden oğlan bir tam da atılıp şüketim bile izlep kırışı.
Voy, qanday ketdi? Estağfurullah. Ne hareket geldi bu? Tu 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 tu. Estağfurullah. Hele yigit bana 100 so'm zakat yurib qo'yib ketgan. U kasb pulni hashlab bo'lganda yo pul yo'q, yo to'qi yo'q. Ha, rost. Yana bir zaten 100 so'm zakat ettirib, yana plaketga davlatdan. To'xnab ketdim ya. Shundami qilaman? Hech kimlar qilmaydi. Hey. Nasıl desem, bu kumavaz hazır pek terakkilişip gitti. Kimning nerede o kadar hurda olsa, kol çakman, onu pulunu kırıp olsun da ekkeli olur. Mening alıp ak kuruzum öz vaqtida qant no'j bo'ladi. Ha, yana eliq amirchilik to'qina ketdi. Ha, shuni yengkagan vaqti. Bir yoz bu hozirda buning chiqida xo'roz yo'q, kumavazning kuni rosa qizartyapti. Alloh. Xudoya tova. Ne hareket geldi bu? Ha. Ha. Bir gün uyda yatsam, o'yla traktor qilgan ovoz anglab qoldi. Yugurib chiqsam, qataqda ishga uchoq. To'qi yo'q. Birisining to'lovishdan qulog'i taraq uchib ketganini anglab qoldim. Yugurib darvoza ochib qarasam, o'g'ri oldimda yugurib ketib Yugura hech yetolmayman. Shunda oyog'imni silib ko'zimni yumib, bir yugurib ketaman. O'g'rida ish ketdiman. Ko'zammasam o'g'ri yo'q. Aqim qarsam, o'g'ri meni qo'g'lab kelibdi. Tam buni bu yonda oldimda tutsam, yoshli bir shum. Sakta ishkini qo'yib, aka degizib, o'razni qo'lam kelib oldi. Oh, Xudoyim! Senmichu yüz ko'z akalat berdi deb o'g'ri uyon ko'sib qo'ygan ekan, senmi ahmoq? Tinchlikmi? Bir narsa olamsiz? Men de chaqorazga olib ketdim. Ha, tez qo'y. Osmonda nechkin oyoqsiz saqlab, siq chiqib ketgan qiyin uyga kiraylik. Bizning qo'shnimiz Eminjonmi ketdi-ku, nechkin oyoq Osmonda.
ama bek yerim kılma. Tepilip kalar. Bakar. Kömürden koy. Koş koş. Apla. Emdi geldiniz mi? Bak İmincan diyen koşnam ne çıkıttım sonra? Sizden zaklat verip koydu da satmağantı. Karmamsız. Ettigende kopup karsam akşam batı koy. Hiç nerede yok. İzde İmincan bilen bağımığa yerim kalmadı da. Bo'ldi, men aviyatim deb tushundirib qo'yaman. Bu Xo'rozga tuf o'ldirdi ko'zda kenti. Ko'nglim tuyib kampını tapolmay bir necha kun palaqshidim. Yaram ikki xo'rozim bilan ya talashtirilgan ishtimni setib, ora bu pulni kelin deb keldim. Yana İmincan ya qo'shnilar o'g'irlab ketdim ya. O her kancasın bunda kılmaydı. Men so'ng u yaraydigan xo'rozni-da. Voy, o'tirmay. Ma'lumsiz ma'qula. Ma'qulamsa xo'sh. Ma'qul. Hey. Bak zaklat kılmagan pulni sordu bak. Yo, men sizdan so'ramdiki debdimi? Hey, bak xo'rozni 1000 so'mlik xo'roz deydi. Bizning xo'roz rost 1000 so'mga yaratdimi? Onu toxonu kim ağanda emdi? Osman, tek uxlamadingizmi? Bunda jilib o'tiraversangiz baribir o'rniga kelmaydi bo'ldi, yetib uxlama. Bo'ldi, sen uxlavering. Sen yaxshi qarasang shu ish yo'q.
aylık her yaşam günüge to'qi uyda 3,5 yil sotadigan ying'bozor bilamsan? Qaysi ying'bozor? Aylık shaharning strategik tertarbiya maydonichi. Ne bo'ldi? Voy, Koyduk. 15 yıl yok. Şükür, kanına bana sana şükür. Ömer bunu arabaya dikin. Şuraya. Oyun başladık ha. Ezgi tutun Ezgi. Kendiga turma. Özqa tur ya da. Hozir bu qo'raz har yashab necha ming so'mlab pul tepetibdi. Men u shu qo'raz deb o'xshatdim. Ana yaxshi o'zing bir to'lib baqa.
kendinize getirin ha, kendinize getirin ha. Bu xo'roz meni qo'rsin-ku. Qanday sizni bo'ldi? Jo'da o'tamsan nima? Qanday sizni bo'ldi xo'roz? Shu meni o'g'andikan, shu meni o'g'lidi. Sizning emas u. Siz kimni o'g'lidi? Kendinize getirin ha. Qanday Sabirjon? Sabirjon! Bak xo'rozning ishi qoldi bu yerda. Sabirjonga ashu. Yo'qilga. O'pirmish tentarbiy maydonininki chilisi ekan. Adam işe götürgüyle qattiq bayıp ketibdi. Bu qimadi tutgan puldan boshqa mush kirmedilar, necha ming so'mlab pul topdi ekan. Shahar necha yerda uy bor ekan. O'g'il oshkora to'ttal xotin olganish. Shu. Ha, nima gap? Men Malqorazni to'niyapman-ku. O xo'rozni to'nsang to'ngansa. Bir ikki oyning biri mush bozorni so'rab, minglab pul topatgan chaqira shu. Hozir buni kim tonimaydi? Bu meni qo'rzim. Senin qo'zing bo'lsa, benim qo'lim qanday o'tib qoldi? Voy, sening qo'lingga qanday o'tib qolganligini savg'imisan, buni men nereden bilaman? Ish qilib bir kechida o'g'lab chiqibdi. Hey, qo'zing qizda ha? Sana o'xshash qonaltoqdin 10 yigit sotilgan bor. Emdilikda eshitish, sening qo'zing nima o'g'rabdimanmi? To'xta. Gap meni qo'ysin, ha? Men sizga o'g'il dedim. Birisi o'g'lab sizga satgan bo'lsa demoqchidim. Hey, ilahimma, sizning ma chaqirazni bugun biz kelib, mening qo'zim deydi-ku. Ha? Bundoq gapmi? Ha. Hey. Bizning adamlarimiz turpandan kichikpanni ko'targanda ko'tirib, akagan tursa. Sen turpanliqmi ya? Men turpan berib baxmagan. Sening qo'zing turpan qanday berib qoldi? Endi sizlarning adamlaringlar birisi apirib o'g'irlab sotgan bo'lsa, shu yerni akeldimi deyman, ha? Allohu akbar. Mana meni qo'shnim. Ishonmasangiz, boshqa so'rab beqma. Gapla. Rost. Bu rost. Mush og'inamning itdi. Kechida yo'qib ketdi. Hey! Ekbercanma! Ben Sabircan. Bugün bir sikili bazarın ait kalayımgan kıvattı. Siz de gelin la, çakkat! Sabircan! Kada valan, kada. Hey! Sen bazarını kalayımgan kılsa? Ha? Ben bazarını kalayımgan kımıdım fıkam. Bana qo'raz asli meniki-de. Qo'lim qo'shnilarning mana hammasi fuqidi. Qanday bo'ldi? 2 oyda qoldimikin? Tuyuqsiz bir kechada uydan yo'qolib ketdi. İzda kelsam, hozir mana mayada turdi. Shu vaqtida tatib o'zim baqqan. Burundan tuxum tug'dirayotgan migrantiyevka. Keyin qo'raz qayilib kelib. Kimni rahmat qilsa? Mana, chiqaman. Mana. Sen nimachi ahmoq? Nimda bo'ladi mening qo'rzim pulim mikantdi, ko'klaydi. Kim qo'raz qaylinib qolgan deb sizga? Xalqning oldin meni hisob qildi. Voy, hukumatning odamlariga yolg'on gapirmayman. Bu rost bo'lsin, bular seni gaping ishlaydi. Sen Amerikadan kelgan qo'rzimni gapi kim ishindi?
Hiç aklım yetmedi de. Bu çağıraz kanda kılıp bu sabırla kalıp düşüp kaldı ki ne? Sen bek sadağına Cuma. Hazır bu kımavazda terakki kıp ketdi. Ne kimning obdarak bir guruz olsa, kolu çaqqan, oğru pul yürüp bolsun, oğul tikilidi. Men dedim ko, ya sen yüzgü zakal etken Zakir'da çokum bir gap. Yakandan nimeler yakıyor. Oy tabili oyun. Oy bey o tabilen ona yakıyor. Opası yok kırındaştan. Opada aşına yakıyor. Başına yakıyor. Oh. Yemiyorum. Ah diyor. Oh. Mal kaçırma mısın? Çok kötü bu. Nasıl gel? Ha? Ha bunu buldunuz da. Hani markım ne yapıyorsun? Evet Bunda Sabırcan çapraz elip kışkan aynı gitti. Ha, hakikaten kurban görüp neçe bin tam uçuratdaydı. Noğan Kur'an paysı Ha, paysı kırıyor. Ha, ondan. Paysı varsa Kur'an'da paysı kırıktı da.
Neri turunlar? Aa, nima bo'lishi olsa, net turunlar. Bunlar ketdi bu. Bu xo'roz to'xtamay suqishib ishga yo'q qoldi. Sabrjab, chunada bu xo'rozni o'ldirib qo'ydim nima? Shundaymi? Bular xo'rozga bu. Uzangimi az. Xo'roz bo'laman deb sangnim yo'g'anchilikdi. Sen katak deb tuxumini tuqqan bo'lsam, sana mush kun yo'qdi. Ha. Nima bo'ldi? Senin mushunchalar git aytib atgan. Mening aşı chag'orzimg'u. Xap, Xudoyim jojongni bera. Sengara tambal kadar. Allah'ım kimistayım bal kadar. Vay yakşılar yaydı basa. Geliyorlar Cennet Beşinci yalıklatam sen? Ha, mush ishlar. Shu yerda mush tayyorlik qilib. Bola tug'ilmay turib, bir narsa tayyorlik qilolmaydi kadash. Ya o'tir. Ayağım bir yoksa sırada beş ol tekmezdi. Oğlanın şümkinim teyak tutsa. Hey. Pazarda kızıkışını aldın mı? Nima qiziqishni? Yelak çarık uraz rast mikiya çıkıp kaptım esma. Nima? Hey. Ben sana o rast mikiya desem ishonmay o'tiribding. Endi rast mikiya qilinib qolibdimi? Vaya tava. Rast etkisi. O qanday mikiya qilinib qolibdi? Onu bir kuni bir soqaşqı satgan bir qo'razdilar. Ha. Soqaşqı unmay, pokkini yegi tutmaydilar. Hech qanday amal qilam. Sabrining yüzü chiqdi dedi. Ashadil g'archir bo'g'izdi. Uyga kirib qonni yasa ishidan bir sap tuxum chiqdi. Ha. Ben dedim, yelaksan yüzgö zakalet egen zakir o'g'rining shirki desem ishonmadim. Hey. Ay to'g'ri Zakir o'zi o'g'irlabdimi? Chiqilib men ko'rmadim, shu qonni yag'ayat umid baka. To'xtab tur bo'ybatchi. Xo'roz tug'sa ko'yar tug'di deydi.
Hey, bu kichikroq go'har bo'lsa, tishimni suzib olay deb, oshko'z sabr og'zi shunda aprutga g'o'tda girdi o'tadi. İş polatla pijan bo'lib qopti. Hey, u qanday bo'lib qopti? Xudaya tavba qildim. Ey Eminjon, sen yana hikoyani bir to'qimagansan? Ne bu sıraz? Tek ismini o'zgartib o Sabila edi. O darak bir çıkıp tek olaydı. Kızıl pekap oturup şemşe oynayıp yürümüş. Xotinlarımı xetlenip uylar ketipti. Balları Murat tasıp şu koydu. Setmeyin aklını hala be. Sen can bir çırak. Ey vuy! To'xtattiring hocam. To'xtattiring. Ey to'xtanglar. To'xtanglar. Sikletga bir qiz gapim bor deb nima qilasiz? Qaçmam. O'qib olib qo'yasiz. Oh, şu yey. Xudayım. He, nem bo'ladimiz? Sen ketken g'o'ta mo'nak shapdin. Aslida chor to'qo deb yozsam to'g'ri bo'ladi. Bu to'qoning yoki mekiyan yoki xo'rozligini o'zim anqiramay qoldim. Qani, yozganlarimni o'qib bo'lib, choxo'rozning jinsi ayrimi haqida o'zingiz halol bir narsa deysiz.